Bu musulmon jamiyatiga nima bo'lyapti o'zi? Sahobalar davrida bir muslima ayol taloq bo'lsa yoki eri vafot etsa, uning hurmati yuzasidan va u ojizligi uchun unga uylanishga shoshilishardi. Hattoki bir sahobiy ayol 4 martagacha turmush qurgan. Lekin hech kim uni kamsitmagan. Aksincha avvalgisidan yaxshiroq bo'lishga harakat qilishgan. Misol uchun, Atika bint Zayd radhiyallohu anha juda ham go'zal bo'lganlar. Ularga birinchi Abdulloh ibn Abu Bakr radhiyallohu anhu uylanishadi va bir-birlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Lekin u zot shahid bo'lishadi. Ulardan keyin Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu uylanadilar. Ular ham shahid bo'ladi. Ulardan keyin Zayd ibn Avvom uylanishadi. Ular ham shahid bo'ladi. Lekin hech kim bu Atika erlariga musibat olib keldi deyishmadi. Aksincha, kim shahidlikni xohlasa, Atikaga uylansin deyishdi. Sahobalar davrida bir beva ayol boshqasiga turmushga chiqadigan bo'lsa, avvalgi eriga xiyonat qildi deyishmadi. Ayol kishining taloq bo'lishligi yoki turmushi ko'p bo'lishligi harom hisoblanmaydi. Agar harom bo'lganda shariat bundan qaytargan bo'lardi. Lekin butun insoniyatga go'zal axloqni o'rgatgan zot, Nabiyimiz sollallohu alayhi vasallamni Oysha onamizdan boshqa barcha ayollar beva bo'lishgan. Misol uchun birinchi ayollari Xadicha onamiz 15 yosh katta bo'lganlar ham beva bo'lishgan. Muslima ayol taloq bo'lishligi yoki eri vafot etishligi omadsizlik hisoblanmaydi. Aksincha mufassirlar Taloq surasining 1-oyatini la tadri la'allallohu yuhdisu ba'da zalika amro. Sen bilmaysan, shoyat Alloh undan keyin biror ishni paydo qilsa. Mana shu oyatni dalil qilib aytishadiki, bu musibat emas, balki najot. Shuning uchun erdan taloq olgan yoki eri vafot etgan muslimalarga aytamizki, xavotir olmang. Balki bu ish sizga kelajakda saodat olib kelishi mumkin. Balki endigi er avvalgisidan yaxshiroq va solihroq bo'lishi mumkin. Balki kelayotgan kunlar oldingidan ko'ra baxtliroq bo'lishi mumkin. Va erkaklarga aytamizki, hozir oramizda shundaylar juda ham ko'paydi. Bevalarga yomon ko'z bilan qaraydigan yoki beva ayolga uylangan bo'lsa, unga xuddi ishlatilgan matoqdek muomala qiladiganlar. Bunday muomala qilish gunoh bo'ladi. Albatta bundan keyin u ayol o'zida kamsitishlikni, qo'rquvni his qiladi. Yoki shundaylar borki, ayoli avvalgi erini eslab qo'yadigan bo'lsa, unga yomon muomala qilishadi. Bunday erkaklar yoki o'zining erkakligiga shubhasi bor, yoki o'ziga ishonmasligini dalolat qiladi, xolos. Va esingizda bo'lsinki, haqiqiy erkaklargina muslimalarni ikrom qiladi. Pastlar esa ularni xorlaydi. Haqiqiy erkaklar ayolini go'zal so'z bilan qalbini xushnud qila oladi. Haqiqiy erkak ayolini sha'ni ustida g'azab qila oladi. Agar unday bo'lmasa, u hali komil erkak bo'lmabdi. Shu bilan birgalikda hozirgi paytda jamiyatimizda Rossiyaga, Amerika, Koreya yoki boshqa davlatlarga borib, ahlul kitoblarning ayollari bizga halol ekan deb musulmon bo'lmaganlarga uylanishga shoshilayotganlar. Jamiyatingizda muslimalar shu qadar ko'p bo'lgan paytda muslimalarga uylanish afzalroq bo'ladi. Ayol kishining holati o'sha jamiyatning holatini bildiradi. Agar jamiyatni isloh qilmoqchi bo'lsangiz, bevalarni kamaytiring.